Bir uyga hech kim kirmasa ham chang bo'lganidek, gullar ham uyda turib shunaqa chang bo'lishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, gullarning g'unchasi ham, barglar ham chang bo'lib ketgan. Bu gullarni bemalol yuvsa bo'ladi. Ikkita barmog'imiz orasiga gulning g'unchasini olib, ustidan suv quyamiz. Changlar yuvilib ketgach, qo'llarimizni olmagan holatda g'unchani silqitib olamiz. Ko'rib turganingizdek, 1-2 marta silqitib, keyin boshqalarni yuvamiz. Agarda gullarda suv qolib ketib sirasi olsangiz, u egilib qolishi mumkin. Suvning harorati ham juda ham issiq bo'lmasligi kerak, ya'ni iliqdan sag'a sovuqroq. Xona haroratida yuvgan gullarimiz uzoq 2 soatda o'zi quriydi. Ko'rib turganingizdek, gullarimiz yangidek qip-qizil, barglar esa yam-yashil, ko'rganda ko'zni quvnatadigan bo'lgan. Video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.